Uzdil HTML darsligi 37 qism HTML5dagi film va DOM. Video elementini DOM orqali boshqarish. HTML5dagi video elementining o'xshashlar usul, xarakter va harakatlar bor. Buning ichida usul deganimiz qo'yish, to'xtatish va qachlash qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Xarakter deganimiz vaqt uzunligi, ovoz yuqoriligi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, o'qish va belgilashga bo'ldi. Buning ichida DOM harakati bizga video elementining qo'yilganlik, to'xtaganlik uchun ko'rsatib beradi. Demak biz bu yerda bu DOM harakati orqali videoniki oldida qo'yg'ishda faqat u oddiy filmniki adresini ko'rsatsak, uningda shu qo'yg'ishniki har qaysi bu qo'yish, to'xtatish qatorliq kontrollarni bevosita chiqarib bergan. Biz DOM orqali hamda qo'yish, to'xtatish ko'nikmalarini ayrim buni boshqara olamiz. Anaki amaliy misolda play va pause qatorliq ikki usul bor. Pause va voidesdan iborat ikki xarakter bor. Amaliy misolni ko'radigan bo'lsak, masalan, bu yerda play pause deganimizga buniki bir knopkadan birini aniqlab berib, buningga qo'yish, to'xtatish degan qiymatni bergan. Anaki bu cho'ng, o'tiral, kichik deb bularga masalan shu filmniki ekranni cho'ngiltish, normal holatda ko'rsatish, kichikiltish qatorliq shu harakatlarni bergan. Anaki buningga voidesdan iborat xarakter qiymatlarini bergan. Biz asta qaraydigan bo'lsak, butlay JavaScript kod orqali buning qarta mashg'ulot ilib borgan. Buning unumini ko'radigan bo'lsak, mana bu Chrome ko'rgishida bir film hozir film qo'yishni bosgandan keyin qo'yildi, to'xtatishni bossak bu to'xtadi. Buni cho'ngaytdik, o'tirallarga ketdik, kichiklatdik. Buni davomli qo'ydik, to'xtatdik. Demek mashg'ulotlarni ayirib chiqib knopka altida ko'rsatishga bo'ldi. Andan keyin ko'p qism tor ko'rishlar qo'laydigan film, usul, xarakter va harakatlari bularning ichida faqat video voides bilan video height xarakteri damalliq ko'rindi. Qolgan xarakterlar element sonliq uchirib qochilgandan keyin andan ko'rindi. Ammo bu film, usul, xarakter va harakatlari deganda masalan 4 xil usul, masalan qo'yish, to'xtatish degandek. Andan keyin xarakterdan xarakterlar buning ichida masalan xatolik uchun eskartish, ovoz, egizlik, kenglik degandek. Andan keyin harakatlar masalan qo'yish, to'xtatish, andan keyin xatolik uchuri, andan keyin oxirlashtirish, saqlash, quruq degandek mashg'ulotlarniki hammasi bor.